Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz, xudo xolisa yana bir yangi obyektga kelganmiz, ko'rishlaring mumkin. Bu obyektimiz joylashgan joy Namangan viloyati, Namangan shahar Davlatobodda. Qadrdonlar, Davlatobodda yuksalish sanoat zona bor, prom zona. Ana shu joyda bitta akamiz, xudo xolasa, mana shu tarafga kattagina sex qilyapti ekanlar. Shuni ofis, tahoratxona, namozxonalari bor ekan ichida. Shularni tomini inshaalloh pena beton lomboz bilan yopib beramiz. Xudo xolasa ertagalikka Rustamjon akamning proyektlariga ham boramiz. Qadrdonlar, ishlarimiz chiqib turibdi. Gaz zapravkalarida gaz bo'lmay, mahsulotimiz zavoddan yaxshi yetib kela olmayapti. Shu sababli unchalik pena lomboz qila olmayapmiz. Pena lomboz ishlari ham zakaslarimiz bor. Bizni ko'rib turgan, bizga zakas qilgan akalarimiz bo'lsa, xudo xolasa sizlarnikini ham tez kunlarda mahsulotimiz kelsa chiroyli tarzda qilib beramiz. Hozir pena betonga zakas olgandik Namangan shaharda, shuni uygani kelganmiz. Qadrdonlar, ish jarayonlarini sizlar bilan birgalikda musiqaga tezlashtirilgan kadrlarda qo'yamiz. Like bosib, obuna bo'lib, yangi uy solayotgan tanishlarga videoni jo'natish esdan chiqmasin. Ustagalarimiz shilanklarni mahkamlab ish jarayoniga tayyorgarlik. Qadrdonlar, bizda forma yozda kiyardik. Sovuq kunlar tushib qolganligi sababli hozir formadan ham jicha chetlashdik. Bundan tashqari tepada ham paraizolyatsiya materiallarini mahkamlab ish jarayoniga harakat qilishyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videoni davomida tezlashtirilgan kadrlarni musiqaga qo'yib beramiz ish jarayonidan. E'tibor uchun rahmat hammaga. Sog' salomat bo'linglar qadrdonlar.
tushdi ko'zim, aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Bir qarab tushdi ko'zim, aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Udar, udar, telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Poshnasi taqir tuqur, malakdayin gohon xur, taqdirimga ming shukr, jilmayishi ham udar. Poshnasi taqir tuqur, malakdayin gohon xur, taqdirimga ming shukr, jilmayishi ham udar, 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 telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Mersda, boyvachcha ekan chizda, borolmayman Matizda, mashinasi ham udar. U kelar qora Mersda, boyvachcha ekan chizda, borolmayman Matizda, mashinasi ham udar, 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 telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni, so'zlashlari ham udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni, so'zlashlari ham udar. Udar, udar, telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar, 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 telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Yana bir bor assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Xudo xolasa Namangan shahar yuksalishdagi yangi obyektimizda ham pena betonini ustakalarimiz chiroyli tarzda yakunlab pastga tushdi. Qadrdonlar, ko'rishlaring mumkin. Ana chetiga gipsakarton qotirib berishdi. Gipsakartonlari bilan birga chetlari bilan germetichni qilib yopib berdik. Xudo xolasa ustakalarimiz oxirgi kuba ob'yomni quyib, endi pastga tushib, instrumentlarni yig'ishtirib ketgani harakat, tayyorgarlik. Qadrdonlar, bu video 2 kundan beri olinyapti. Kecha kuni boshini boshlaganman, bugun mana yakunladik. Sababi tom past bo'lganligi sababli material yozish jarayonimiz ancha cho'zilib ketib qoldi. Xudo xolasa bugun yakunladik. Ertagalikka inshaalloh Rustamjon akamning proyektlariga borib, ana shu joyda xizmatda bo'lamiz. Aydan kelgandan keyin Rustamjon akamning proyektidan keyin yana bitta shu Namangan shaharda yangi hayotda yana bitta obyektimiz bor. Shu pena betondan keyin ularni qo'yamiz. Aka, ancha tarafga borib kelmasak bo'lmaydi. Shunaqa bizni kutishyapti desam, bo'ldi, uka, kelgandan keyin bitirib berasizlar xudo xolasa deyishdi. Xudo xolasa Rustamjon akamning ollariga borib kelgandan keyin yana pena beton ishlarini davom ettiramiz. Bu obyektimizdan o'z egalariga chiroyli tarzda topshirdik, qabul qilib olishdi, xudo xolasa chiroyli holatda. Mana shu ustidagi sepkanchalari qadrdonlar yuzasidagi betidagi penasini o'ltirgani ustidan oxirida qolgan havoni bizni buchkamizda ob'yom tugagandan keyin oxirida havo chiqadi. Ash havoni yuzasiga sepib ketamiz. Sababi tepasidagi penasini ozmos o'ltirib, hali nima desa bo'ladi, cho'ktirib beradi, shu bilan mashinada shirali bo'lib qataveradi. Yo'qsa penasi tepaga chiqib qolib, shirasi pastga cho'kadigan bo'lsa, yuzasi ozgina nima desa bo'ladi, hali
qo'lni bundoq tekkizganda yuzasida sal ko'chish emas, ana shu qandaydir dilda xira qiladigan narsa yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli ashunaqa holat bo'lmasligi uchun tepasiga mana shu tarzda oxirida qolgan havosini sepib ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tibor uchun rahmat hammaga. Sog' salomat bo'linglar azizlar.